Yunusobod tumani Odamzor mahalladagi navbatchi uyimiz keldik. Bu uyimizda 6 sotuv, 6 ta xona, 4 ta sanuzi, basen, saunalari bor. Ko'rishingiz mumkin bu yerga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Uy ichiga bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Hovlini burchagidan ham kirsa bo'ladi. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, besetka qilib qo'yishgan, chiroyli o'tiradigan joy qilib. Hozir sizlarga obzor qilib beraman. Ko'ringlar, narxini oxirida aytaman. Mana bu yerda yozgi oshxona. Mana stol qo'yishgan. Mehmonlar bilan mazza qilib o'tiradigan joy. Bu yerda bizlar mana hovli ko'rinishi. Basenimiz 5 ga 6. Ikkita yon tomonda mana shu yoqqacha keladi. Yosh bolalar cho'miladigan joy. Bu yerdan bu yog'i уже kattalarniki. Bu yerda mana chiroyli suvlar oqadi. Sharshara bo'lib oqadi. Bu yerda mana zonasini ko'rayotgan bo'lsanglar, qimmat daraxtlar, archalar ekilgan. Bu yerda bizda kichkina podval, shu joy o'zi. Bu yerda bizda hozir ko'rsam sauna. Bu yerda bizda hammom. Bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, turistik sauna. Bu bochkani bildinglar nimaligini? Muzdek suv yoqib, saunadan chiqib, o'tirib zo'r qilingan. Bu yerda mana kladovka. Bu yerda yana bitta sauna bizda. Bu narsani ham bilasizlar. Suv to'ldiriladi, saunadan chiqib tortsa muzdek suv oqadi. Bu yerda bizda oshxona. Oshxonamiz ham kattagina. Spalning. Bu yerda bizda hol ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Patololari baland. Bizda sanuzi. Bizda zal ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Podoldan boshlasak. Podolimiz ko'rinishi. Bu mana kladovka. Bu yerda shunaqa bilyardning joy qilib qo'yishgan. O'rtoqlaring bilan bemalol kelib, bilyard o'ynab mazza qilib dam oladigan joy. Bu yerda bizda kotelni. Bu yerdan ham hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerda mana ikkinchi etaj ko'rinishi. Bu yerda xona mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yerda yana bitta xona. Sanuzul mana bu yerda.
Bu tarafda xona bizada. Bu tarafda xona bizada. Bu tane bizada sanuzlar. Ko'rayotgan bo'lsangiz sanuzlar kattagina. Bu yerda eng menga yoqqan narsa mana bu bochka bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz bochkada bu yerdan kalla chiqib turadi. Paritsiya bo'ladi davlenada. Zo'r paritsiya tunnadi. Biz bu uyimizga 720 ming so'raymiz.